bugungi to'pi sopqisini ko'rdingmi? Ko'rdim. Bak qaltis bo'ldi. Qandoq qaltis bo'ldi? Tezligina. Voy, men yoqtirdigan atrat. To'solg'usizlar qarish tarafni yengib oldi emasmi? To'solg'usiz degani qandoq gap bu? Shunimi tushunmadingmi? Bu degan bir idiom. Uch podshohlik davrining oxirgi yillarida Jin beyligining xoni Simoyan Vey beyligining taxtini tortib olgandan keyin Sharqiy Wu beyligiga hujum qilmoqchi bo'ldi. Ammo qo'l ostidagilarning ko'pinchisi Sharqiy Wu beyligiga askar chiqarishni to'g'ri topmay, Simoyanni tanqislikda qo'yibdi. Bu ishni obdan o'ylanib baqay. Sizlar chiqib ketinglar. Bo'linglar. Simoyan Doyuning ma'lumotini ko'rib, to'liq mamnun bo'ldi. Shuning bilan eng ishonchli vaziri Jangxonni chaqirtib, fikrini anglab baqmoqchi bo'ldi. Yaxshi, Doyuning bu taklifi to'liq joyida bo'pti. Menga bakli yoqdi. Alilari. Jang vazir, Doyuning taklifini ko'rib baqing. Doyuning bu taklifi bak o'rinliq bo'pti. Hozir bu beyligining ojizlashgan vaqti. Shunga qo'llab zarba berib, keyingi ofatning oldini olganimiz tuzuk. Yaxshi, Farmon. Doyu bu zo'r qo'shinning qo'shin beshi bo'lib, bu beyligini yo'qotqay. Alilari danadir. Birodarlar, beyligimiz uchun xizmat ko'rsatadigan payt oxiri yetib keldi. Bu beyligini yo'qotsak-la, hamma nimamiz bor bo'ladi. Har xil isil nozur ne'matlarni yelaymiz. Qiringlar! Doyuning qo'shini qaysarlik bilan ilgirlab orqa-orqadan bu beyligining Jiangling, Yuanjiang, Shangjiang qatorliq joylarini egallab, ostonigacha qistab ketdi. Yaxshi. Doyu rastilla umidimni yad qo'ymabdi. Farmon. Doyu chig'ir yo'l bilan bu beyligining ostonasiga qarab otlansin. Alilari, meningcha bo'lmasmikin? Eyda, nima ish qilmoqmidak? Alilari, Changjiang daryosining suyi shiddat bilan ulg'ayotidu. Shunga qish kelganda hujum qilsak, texmi yaxshi bo'larmikin deyman. Kelinglar, bu fikrni Doyuga yetkazinglar. U nima deydikin anglab baqayli. Bosh ustiga. Sanxon janoblari, xon olilarining maktubi. Xon olilari bevod andish qilib ketibdi. Hozir askarlarning jangovarligi yuqori tursa, shundaq paytda bu beyligini to'solg'usiz yengillaydi. Jin beyligining qo'shini Doyuning boshlamchiligida Wu beyligining ostonasiga bostirib kirib, uzun o'tmayla Wu beyligini talto'kis yo'qotibdi. Shunda qilib Simoyan davlatni birlikka keltiribdi. To'solg'usiz degan bu idiom urushda to'solg'usiz g'alaba qilishni ko'rsatadi. Bu yerdagi ma'nosi biror ishning xuddi quruq qumushqa o't yoqqandek hech qanday to'solg'uga uchramay yurishib ketishini ko'rsatadi.